Assalomu alaykum barchaga. Men Shavkat Qo'shimboyev, Yangi O'zbekiston universiteti birinchi bosqich doktorantiman. Bugun qo'limdan kelgancha sun'iy intellekt agentlari va ularni kompyuter modellashtirishda ishlatish to'g'risida ozmi ko'pmi ma'lumot berishga harakat qilaman. Buning uchun sun'iy intellekt agentlari va sun'iy intellekt oddiy chatbotlari haqida, ularni farqlari haqida ozgina aytib o'tmoqchiman. Xo'p, sun'iy intellekt chatbotlari bu o'sha hozirgi kunda deyarli hamma ishlatayotgan ChatGPT, Gemini, Claude, DeepSeek, Clang mana shu LLMlarni to'g'ridan to'g'ri telefonimizdagi ilova orqali yoki kompyuter brauzerlar orqali ishlatyapmiz. Mana shular shunchaki AI chatbotlari va ularni hozirgi kundagi asosiy limitlari nima deb o'ylayman? Birinchidan, bular izolyatsiyalangan muhitda doimiy brauzerda bo'ladi. Biz unga telefon yoki kompyuter orqali bog'lanib ishlashimiz kerak. Ikkinchidan, avtonom rejim yo'q va doim qo'l bilan ishlanadi. Ya'ni sizda qanaqadir muammo bo'ldi, bu muammo haqida chatbotga tushuntiramiz, fayllarni yuklaymiz va chatbot o'sha bizga qanaqadir yechim beradi yoki taklif beradi. Mana bunaqa qilib ko'r deydi. Shu narsani qilib ko'ramiz. Agar yana qanaqadir error bo'lsa, qanaqadir xato bo'lsa, yana chatbotga keltirib, mana bunaqa bo'ldi, mana fayllari deb aytamiz. Undan keyin yana o'sha chatbot boshqa solution taklif qilib ko'radi. Asosiy limitlar. Sun'iy intellekt agentlari esa hozir juda ham rivojlanib ketdi. Ularni release qilinganiga uncha uzoq bo'lmagan bo'lsa ham, hop, asosiy farqi bu goal oriented, ya'ni qanaqadir task. Siz maqsadingizni aytasiz, unga task berasiz. O'sha taskni bu AI agent avtonom o'zi qadamma-qadam bajarib ketadi. Ya'ni birinchidan, sun'iy intellekt agentlari sizni kompyuteringizni ichida yashaydi. Aytaylik, sizda Mac operatsion sistemasi yoki Linux bor. Misol uchun Linuxda terminalning ichida yashaydi va siz to'g'ridan to'g'ri xuddi chatbotga nimadir aytayotgandek sun'iy intellekt agentlarini terminalda turib ham oddiy prompt berish orqali, misol uchun sizni maqsadingizni aytish orqali ularni ishga tushiraverasiz. Birinchidan, undan keyin umumiy hamma sizni fayllaringizga, folder, direktoriy hammasiga aksess bo'ladi, dostуп bo'ladi. Albatta siz ruxsatingiz bilan. Ikkinchidan, u o'sha siz bergan taskni bajarish uchun sizni kompyuteringizda kerakli toolni topolmasa, u sразу sizdan so'raydi. Ha, mana bunaqa ekan, internetdan mana shu toolni ruxsat bersang, yuklab olaman, setup qilaman va uni ishlataman. Shu, demak, taskni bajarish uchun. Juda ham qulay. Undan tashqari, unda ham chatbotlarga o'xshab, demak, memory bor. Ya'ni o'sha sizni, demak, anaqalaringizni, steplaringizni, qilgan ishlaringiz hammasini u o'sha esida saqlab boradi, aynan bitta sessiyani ichida. Va undan ham tashqari eng qulay tarafi, sun'iy intellekt agentlariga aynan siz tanlagan sun'iy intellektni eng oxirgi modellari birinchi agentlarda chiqadi. Misol uchun Codex. Codex bu OpenAI o'sha ChatGPTni ishlab chiqargan OpenAI kompaniyasini Codex degan sun'iy intellekt agenti. Bu agent, misol uchun ChatGPT 5.5 chiqqanda birinchi bo'lib Codexga implement qilindi. Misol uchun Codexda birinchi beta versiya bo'lib chiqdi, 5.5 birinchi. Ana undan keyin adashmasam bir hafta, 2 hafta, bir oydan keyin oddiy chatbotlarga qo'shildi bu model. Bu ham albatta birinchilardan bo'lib shu yangilikni ishlatib ko'rsa bo'ladi agentlar orqali. O'sha bu yerda limitlari bir-birlaridan farqlari keltirilgan. Xo'p. Kompyuter modellashtirishda agentlarni o'rni haqida aytadigan bo'lsam, xo'p, bu yerda ko'proq o'zim o'sha
PhD ile ishimga aloqador joylarni olishga harakat qildim. Hop, birinchidan PDB preparation and patching. Hop, PDBni hop, o'zi misol uchun siz qanaqadir oddiy bitta proteinni suvda demak simulyatsiya qilmoqchisiz. Oddiy proteinni suvda simulyatsiya qilmoqchisiz. Siz shunchaki o'sha proteinni o'zini yoki o'sha data bankdagi kodini yozsangiz, u o'zi o'sha nimani proteinni yuklab olib, kerak bo'lsa suvlarni o'chirib tashlab, o'zi qo'shib, hamma patching jarayonlarini o'zi qiladi va Gromix pipeline avtomatlashgan. Umuman Gromixni ishlatish uchun kerak bo'ladigan barcha fayllarni o'zi yarata oladi. Ya'ni misol uchun hozir aytdim, aytaylik, proteinni biz simulyatsiya qilish uchun bizga kerak bo'ladigan fayllar bor. Mana shu fayllarni topology bo'ladimi, force field tanlash yoki MDP fayllar hammasini o'zi biz xohlagan maqsadga muvofiq qilib o'zi yaratib, avtonom Gromixni ishga tushiradi. Va o'sha hamma jarayon tugagandan keyin albatta analizigacha o'zi qilib bera oladi. Hop, mana analiz qismi. Misol uchun bu yerda ba'zi bir o'sha analiz turlari keltirilgan. Misol uchun mana TRG-com bilan PBC artefaktlarni to'g'irlash, misol uchun no jump qilish yoki cluster qilish yoki centering qilish. Mana shularni o'zi mana shu yerda mana shuni qilishimiz kerak deb o'zi reasoning qiladi, o'zi topadi. Shunaqa qilishni bizga taklif qiladi. Biz konfirm qilganimizdan keyin u ishni boshlaydi. Qolganlarda mana misol uchun headless visualization, misol uchun PyMolda ham o'sha paper publishing jarayonida PyMol ishlatamiz va o'sha qo'limiz bilan to'g'ri, bu ancha qulay bo'lishi mumkin. Qo'limiz bilan o'sha programmani ochib, PDBni yuklab, kerakli saytni topib, u yerda malakalarni capture qilishimiz mumkin. Lekin ana shuni biz shunchaki plain prompt bilan, normalniy yaxshi prompt bilan agar shu AI agentga beradigan bo'lsak, u biz qiladigandan ham yaxshiroq qilishi mumkin. Endi albatta bu hammaga tegishli emasdir. Lekin sinab ko'rilganda ancha yaxshi, kutilgandan ham yaxshi natijalar olindi. Hozirgi kundagi demak zamonaviy sun'iy intellekt agentlari keltirilgan ba'zilari. Birinchi Cloud Code'dan boshlamoqchiman. Cloud Code Anthropic kompaniyasini agenti hisoblanadi. Eng birinchilardan chiqqan sun'iy intellekt agenti va bu reasoning bo'yicha va coding benchmarklar bo'yicha hozircha o'sha Opus Turbo 7 modeli tengsiz. Buni albatta user experience bilan bilsak bo'ladi, faqatgina raqamlar emas. Lekin bitta minus tomoni cost effective emas, juda ham qimmat. Gemini CLI bu o'sha Gemini'ni, Google AI'ni nima desam bo'ladi, sun'iy intellekt agenti va men aynan shaxsan Gemini CLI'ni juda ham ko'p ishlataman. Ya'ni bu har kunlik tasklar uchun, oddiyroq ishlar uchun va kerak bo'lsa yaxshi prompt yoza olsangiz, yaxshi o'qita olsangiz, train qila olsangiz, mana shu Gemini'ni o'zingizni goalingizga, o'zingizni maqsadingizga muvofiq qilib yaxshi prompt bera olsangiz, lekin haqiqatda tengsiz. Chunki Gemini'ni hozir ko'pchilik biladi, research va reasoning benchmarklarda haqiqatda juda ham ko'p ball yig'adi. Gemini misol uchun 3.1 Pro modeli ishlatib ko'rganlar biladi, researchda juda ham yaxshi natija ko'rsata oladi. Bundan tashqari Qwen Alibaba'ni open source modeli, open source ta'kidlab o'tishim kerak, g'irt bepul. Shunchaki uni o'rnatib olib bemalol ishlatsangiz bo'ladi. Ya'ni sun'iy intellekt agentlarini birinchi marta ishlatib ko'rayotgan odam uchun Qwendan boshlash, misol uchun, unda ham adashmasam
agar local ya'ni offline ishlaydigan Qvenni, ya'ni Qven koderlarni o'rnatib oladigan bo'lsangiz, yaxshi bo'shni kompyuteringiz bo'ladigan bo'lsa, 400 milliarddan ko'p parametr bo'yicha train qilingan Qven. Undan keyin Codex hozir juda ham tez rivojlanyapti. OpenAIni, ya'ni ChatGPT ishlab chiqargan kompaniyaniki, OpenAI Codex juda ham ko'p ishlataman. Bu ham kodingda juda ham kuchli. DeepSeek V4 Pro arzon, Minimax va GLM5 bular ham open source, bemalol ishlatib ko'rsa bo'ladi. Hozir aynan Gemini CLIni o'rnatib ishlatib ko'raman. Hop, demak, Gemini CLIni kompyuterimizga qanday o'rnatamiz? Hop, buning uchun bizga npm va node.js package managerlari kerak bo'ladi. Balkim sizlarni kompyuterlarda bordir, uni tekshirib olishingiz kerak birinchi. Komandalar orqali versiyalarni ko'ryapmiz. Demak, bizda borligi uchun ular hozir qaysi versiyadaligini chiqarib beryapti. Men hozir Linuxdaman. Xo'sh. Endi esa mana bizda hop Node.js ham npm ham bor ekan. Shular orqali biz Google Gemini'ni download qilib olishimiz mumkin. Agar sizlarda yuqoridagi menejerlar yo'q bo'lsa, quyidagi kod orqali download qilib olishingiz mumkin. Undan keyin sudo npm install komandasi orqali Gemini CLI install qilinadi. Bunaqa kodda joy talab qilmaydi. Va bundan keyin esa shunchaki Gemini so'zini yozish orqali Gemini'ni biz o'sha terminalimizga chaqirib olamiz. Menda hozir npm bor, Google Gemini CLI ham avvaldan o'rnatib bo'lingan, shuning uchun men bu qadamlarni qilmayman. Shunchaki Gemini'ni chaqiraman. Mana sizda ham xuddi shunaqa bo'ladi. Gemini CLIni o'rnatib olganingizdan keyin faqat Gemini emas, har qanday agentni terminalga o'rnatishingizda aynan shunaqa page kelib chiqadi. Sal boshqacharoq dizaynda bo'lishi mumkin, lekin asosiy qism shunaqa bo'ladi. Google orqali sign in qilish, API key ishlatish yoki Vertex. Google uchun xos faqat API key va Google orqali sign in qilish deyarli barcha barcha sun'iy intellekt agentlarida mavjud. Men Google orqali sign in qilishni tanlayman, chunki menda hozir Gemini'ni Pro plani bor va shunchaki buni bosish orqali hozir mana akkauntga kirib, ya'ni Chrome brauzer yoki har qanday brauzeringiz bo'lsa, Google akkauntingizga siz authentication qilib qo'ygan bo'lsangiz, to'g'ridan to'g'ri sign in qilish jarayoniga o'tib ketadi. Mana authentication successful. Demak, mana hozir aytayotgandek, siz sign in qildingiz muvaffaqiyatli ravishda Gemini CLIni va press to restart. Boshqatdan restart qilishimiz kerak ekan Gemini CLIdan foydalanish uchun. Mana demak, Gemini CLI bizda tayyor. Mana shu versiyada bu yerda mana workspace, Shavkat Pejdi test va test direktorining ichida hozir Gemini CLI ishga tayyor turibdi. Har qanday hozir men prompt berish orqali Gemini CLIdan foydalanib ko'rishingiz mumkin. Xo'p, demak, oddiy bitta simulyatsiyani qilishni unga buyuramiz. Eng oddiy tilda, eng oddiy misol uchun dastlabki boshlang'ich, endi boshlagan misol uchun modeling boshlagan demak, tadqiqotchilar ham sinab ko'rish mumkin bo'lgan darajada. Misol uchun ubiquitin proteinini simulyatsiya qilish, oddiy suvda simulyatsiya qilish degan men buyruqni men beraman. Misol uchun ubiquitin uchun adashmasam mana bunaqa demak protein data bankdagi kodi shunaqa.
aytgancha, agar sun'iy intellekt agentlarini ingliz tilingiz yaxshi bo'lsa, ingliz tilida foydalanganingiz ma'qulroq. O'zbek tilida foydalansangiz ham deyarli bir xil. Chunki hozir til bo'yicha sun'iy intellektda large language modellar o'zi yetib turibdi. Muammo deyarli yo'q. Ho'p, mana o'zbekcha yozamiz. Proteinni suvda simulation qil. Eng oddiy promptni berdim. Thinking boshlandi. Bu yerda aytib o'tishim kerak. Mana hozir Gemini 3 va auto modulda turibdi. Mana hozir mendan confirmation so'rayapti. Shu kod li proteinni protein databaga kirib download qilish uchun mendan ruxsat so'rayapti. Demak, birinchisi bir marta mana shu komanda bilan boshlanadigan har qanday keyingi komandani yana qaytadan ruxsat so'raydi. Ikkinchisida shu komanda bilan boshlanadigan boshqa har qanday komandani shu sessiya bo'yicha qayta so'ramaydi. Bosdim va download qilishni boshladi. Bu yerda mana gapirayotgan gapim modulni o'zgartirsak bo'ladi. Hozir avto modulda turibdi. Men so'ragan promptga, men so'ragan demak taskga qarab turib modulni o'zi tanlaydi. Hop. Mana writing file skilli, writing file to ions.mdp mdp fayl yozib beryapmiz. O'zi. Shuning uchun ham bizdan ruxsat so'rayapti. Apply this change. Great. Keyingi komandani, demak, yangi komanda, har yangi komandani bizdan o'sha yangi komandani execute qilishdan avval doimgidek bizdan o'sha ruxsat so'raydi. Ubiquit'dan summani o'chirib tashlash so'rovi uchun bizdan ruxsat so'rayapti. Confirm qildik. Mana hozir o'zi o'sha terminalda hop. Mana hozirgi mana bu test papka bo'sh edi. U quyidagi fayllarni yaratdi o'zi. TPR yaratish for ions in data system. Ko'rishingiz mumkin. Bitta qanaqa mdp fayllar. Mana GMX Chromebook'ni уже ishlatdim. Chromebook'ni, demak, Chromebook'dan foydalanib minimization steplarni amalga oshiryapti o'zi. Men hozir bu jarayonlarni xullas videoni cho'zilib ketmaslik uchun ozgina pauza qilaman. Oxirida yana qaytib kelaman. Xo'p, mana hozir Gemini bizga output taqdim qildi. Mana o'qishingiz mumkin. Oqsuv suvida simulyatsiya qilinishi Chrome yordamida muvaffaqiyatli yakunlandi. Bu qilgan ishlari va oxirida suggestion beribdi. To'liqroq uzun muddatli production MD yoki boshqa tahlillar kerak bo'lsa, menga xabar bering. Misol uchun hozir ham davom etsak bo'ladi. Nimadir so'rab, uzoqroq production runni qo'yishimiz kerak bo'lsa, shunchaki oddiy prompt bilan yana ishni davom ettirishimiz mumkin. Ammo hozir o'zim qilgan uzoq muddatli production rundan chiqqan tayyor simulyatsiya output fayllarini analiz qilishni bunga buyurib ko'raman. Hozir hop. Mana hozir men 1 mikrosekund davom etgan va simulyatsiya yakunlangan papkada turibman. Bu meni fayllarim. Bu yerda hozir men bir nechta analiz turlarini amalga oshirishim kerak. Lekin men mana shularning hammasini bitta master prompt orqali Gemini CLIga beraman. U meni o'rnimga mana shu analiz turlarini amalga oshiradi. Endi albatta bu yerda men bilib turishim kerak, to'g'ri qilyaptimi, aynan nimani hisobga oldi, analiz qilishdan avval nima amallarni bajardi GMX orqali, shular hammasini hisobga olib turishim kerak, bilib turishim kerak. Albatta bu ham sun'iy intellekt ham xato qiladi. O'shaning uchun men har bitta shunaqa katta promptdan keyin oxirida aytaman, sen qilgan hamma ishlaring bo'yicha menga
oxirida bitta MD fayl tayyorlab ber. Har qanaqangi kelib chiqqan muammo, ularni qanday bartaraf qilgansan, hammasini bitta qilib MD fayl tayyorlab berdingmi, shu MD faylni o'qish orqali man Gemini hozir Gemini emas, har qanday boshqa AI agentlari ham to'g'ri qildimmi, man xohlagandek qildimmi, bunaqa qilmadimmi, nima xato bo'ldi ko'rib turishim mumkin. Hop, bunda tayyor 220 ta laynli master prompt bor. Hozir aynan shuni beraman. Albatta to'g'ri bu judayam ko'p vaqt oladi. Balkim 20 yoki 20 daqiqa yoki 1 soatlarga cho'zilishi mumkin. Lekin agar man bu ishni o'zim qo'lim bilan qilganimda balkim kunlab yoki undan ham ko'proq vaqt ketishi mumkin edi. Prompt berildi. Ishni boshladi. Shunaqa bo'lganda yana qaytadi. Hop, analiz hali ham davom etyapti. Mana hozir u PVC correction qilyapti. Bundan avval clustering jarayonini umuman tugatgan edi. Bu keyingi mana hozirgina Matplotlib va MD Analysis packagelarini yuklab oldi, chunki men promptda aytganman. Mana shu packagelarni ishlat, misol uchun distance'ni aniqlashda agarda mana shu packagelar yo'q bo'lsa, download qil deb prompt berganman. Mana shu uchun hozir qarab ko'rdi, mana shu packagelar menda yo'q ekan, ularni download qilib hozir avtomatik analiz tool'larini ishlatyapti. Mana hozir Gemini shuni yakunladi. Diagnostics analysis muvaffaqiyatli ravishda umuman komplet bo'ldi, tugadi. Bu hozir summary'ni beryapti. Men aytdim HB gate analiz qil, bundle crossing analiz, polygonlar permission o'tgan o'tmaganligi, qancha event bo'lganligini tekshir, water density tekshir deb umumiy prompt berdim, master prompt berdim va u hamma analizlarni demak step bosqichma-bosqich, qadamma-qadam qilib beryapti. Mana ko'pchilik degan fayl yaratdi. Mana bu demak simulyatsiya tugagan direktoriy biladigan bo'lsa, ko'pchilik degan faylni yaratdi. Bu yerda gate distance beryapti, mana water profile ham beryapti. Buni hammasini o'sha bitta prompt orqali yakuniga yetkazib berdi. Demak, promptlarni o'zgartirish orqali Gemini CLI yoki boshqa AI agentlarini har qanday analiz yoki simulyatsiya turlariga bemalol ishlatish mumkin ekan. Albatta full kontrol ostida, chunki agar kontrol qilib turilmasa, noto'g'ri yo'nalishga ketib qolib, loyihani demak noto'g'ri yakunlab qo'yishi ham mumkin. Xo'sh, demak hozircha shular. Qolasa keyingi videolarda Challenge UI va boshqa serverlarni MCP orqali AI agentlariga ulash va mana shu MCPlar orqali yoki CLIlar orqali demak o'sha hamma modelingda kompyuter modellashtirish sohasidagi deyarli hozirgacha aktyor bo'layotgan deyarli hamma toolda MCP orqali AI agentlariga ulab, ularni AI agentlari orqali avtonom boshqarish va faqatgina prompt yoki kichik buyruqlar orqali katta loyihalarni oson, to'g'ri boshqarish yo'llari bor. Sekin-sekin upgrade bo'lyapti hammasi. Xudo xolisa ular haqida ham ma'lumot berishga harakat qilaman. Hop, Gemini
ishlatish yoki boshqa agentlar ishlatishga keladigan bo'lsak, hozir hozir ishlatgan Gemini sun'iy intellekt agentimiz bu albatta faqat Pro yoki Ultra planlari uchun mavjud. Lekin Qwen va GLM 5 modellari open source bo'lib, ularni bemalol hozir man qanday Gemini CL'larni o'rnatgan bo'lsam, ularni ham o'rnatib bemalol foydalanib ko'rishingiz mumkin. Agarda Geminini ishlatmoqchiman desanglar, man bajonidil o'sha o'zinglarni researchinglar uchun, o'zinglarni tadqiqotinglar uchun ishlataman, shunisi kerak desanglar, man o'zimni API kalitlarini beraman, mani planimdan foydalanishinglar mumkin. Hammaga rahmat.